Taranç qaynanam nima ish qilyotgandi deb uyga kelsam, voy jinim qaynanam, voy jafokash qaynanam, yana tozliq qilib o'tibdi, qaranglar, voy bu qaynanamni butun qaynonlarning tozliq boshliq qilib qo'ysam bo'lamdiki deyman. Osmondan qayam qo'yag'diki qaynona havoraydan oldin ma'lumot qildi desam, pokizrak yer yoqsin deb aytib qo'yapti deydi. Qayamg'imi pokiz yer yog'amdi, endi nima gap bu? Tunugun tozlab bo'lgan yerlarni yana qayta tozlayotdi-ku, qaynonam. Apa yerlarni men tunugun tozlab etgan desam, ha ko'rgandim balam deb bo'lin pishqoqlarni teleskop bilan tekshiriblam, qusurlarni tepib o'zi qaynimdan aytib-o'tdim. Aziza qizimni qara qo'ymamsizlar ballam, mo'mi baqqan ballam mo'shta olamdi deyman. Mo'misi bir supag tutsa, buning bir kichik supagisi bor. Tutiblar nani supas kaynlashgan supratda. Anamdiki mo'misi bir dasmal tutsa, buning qo'liga bir dasmal bo'ldi. Nani esa shu yerni tang aytib mangdi qaranglar. Voy tova, bugun ikkisidan menga ish oshmi demaydi. Qaynonamdan ish talashmay deb shuninglarni eng yaxshimish fansallarga bir salomimni berib olay dedim-ku. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men Taranch kelim Yasardan hammanglarga o'tib salomlar bo'lsin. Sizlarning qaynonanglarmi mashinada tozliqni so'yamdi jinim ballar. Amma ish deganni kelim bashalar qo'yib qo'yay deydigan gaplar yo'q. O'zil qilib bitdi. Apa biz nima ish qilamiz? Ancha-muncha ishdan kelgan biz qarasak bo'ladi, bo'ldi, qilmang, yerib ketasiz deganga unmaydi. Yo'q balam deb. Hattoki men tozliqqa yalanima mush qaytadan tozlamasa ko'nglim unmaydi. Shunda qilib qaynonam tozliqqa tushdi, men bo'lsam tamoq etishga tushdi. Qaynonam G'o'ldi shaharning tozliq boshlig'idek butun tozliqni tekshirib, mush qo'lini suvdan chiqarmay, hamma yerni pechat qilib tozalab ketsa, men buga adam ancha-muncha tamoqlarni etib issiqliqini bir qiziqini bir tamoq atmasam qamlashmas deb, men shuni bilan tamoqlarga tayyorlik qilay deb tamoq tayyorlik qilib ketbarman jinim qizlar. Kulkilik ishdan birini gapirmanda, odatda biz uyda oshxonalarni pak-pak tozalasak, qaynonam muqarrar tamoq atkizibdi meni. Bugun qaynonam qozonbish degan o'zi bir qo'lliq tozalabdi-ki, tamoqni uyda etdim, qozonbishni hozir tozaladim degan deb bayram bo'ldi menga. Qaysi zamonay menga uylarda o'tirib tamoq atmagini dirildab talodli aytyapmizda, men tamoqni qish yoz talodli o'tib ketdi bizning umrlarimiz. Bugun bo'lsak, men qishning hurmati uyda etib qo'ydigan bo'ldik tamoqni. Shuning bilan xemiylarni jug'irish uchun ozroq may qo'ydim, anandan bir ching tetigidek tuz soldim. Bugun etadiganimiz go'shtdan atganimiz bilan do'stlar, biz mal go'shtni dumlamay turib pishiramiz. Alayda bir usuldir balki, shu usullar bo'yicha qilib bermoqchi bo'ladida qaynonam. Endi opam tozliqlarni qilib bo'lgandan keyin men kiyim-kechaklarimni almashtirib olay balam, tozliq qilib to'pib ketdim deb boshladi dedi. Bo'ladi opa, siz chiqishmi xemiylarni jug'urib turayli devadim. Bilisizlar qizlar, men shu go'shtdan mandaq cho'cho'ra allay bilay degandek tamoqlarning mo'yim halqalarini qilolmayman. Shunma yuzimni qaylan qiliblar, men qaynonam jappata tozliqlarni qilib erib charchab ketganda qo'shtin ilib so'ramga silib oshxonaga kirib oldim. Opa meni o'rib biring deb. Avval ballamish go'shtlarni dumlasak, lifak yumshab qoladi-ki deydigan qizlar ma'qul usul bo'yicha qo'llanmasanglar bo'ladi. Endi bu xil usulni opam sizlar uchun atayin tayyorlab qilib beryapti. Bekpayz bo'ldi-ki men usulda. Avval qiymini qo'rvasak bo'ldi-ki. Masalan biz go'sht, piyoz qilamizga, uningdan keyin odatda go'sht bilan piyozni qilmasdan mumkin bo'lsa pomidorlar aralashtirib o'tinglar go'shtnanga ya ko'ngilga tegmaydi-ki, shunchalik bir xil tayizda. Bu xil usulda tamoq etadigan bo'lsak, yo'ldishim nanalarda bo'lsa uchib keladi. Shunchalik yaxshi ko'rdim pomidorlar saqan go'shtlarni. Yo'ldishinglarga manda qilib etib turadigan bo'lsanglar, bo'ldi, sizlar deganning yarab o'tib ketisizlar-ku, alringlarga jinim qizlar. Demakchi, endi men go'shtning qiymasini, mana go'shtni silib, piyozni silib, anondan keyin tuz, anondan keyin zira, oqmish, qarmishdan silib atgandan keyin bayam pomidorlarimizni silib, dumlab qo'yib, anondan keyin dumlab pishgandan keyin ilib olamiz-ki buni. Ilib olgandan keyin xemiylarimizni yayimizda. Shuna bilan partuq qaynonamga olmishib, Taranch kelin yanida qarishib, bugungi go'shtlarning naq olqiliq yerlarini etishni boshlab ketdik. Jarayonlarni men demasam hammanglar mendan ustig'i bu go'shtdan degan tamoqlarga jinim qizlar. Bu jarayonlar pishqicha birdam g'ayvat qilaylik qizlar. Nimaning g'ayvatini qilamiz? Shu jafokash kelinlarning, jafokash qaynonlarning g'ayvatini qilamiz.
Undan sonra tamaq yedirgan yerimizga qaytib kelamdik. Ammo go'shnan deydiganimiz men degan erlar, men degan ayollar rad qilaman deyman. Har qanday bir odam yaxshi ko'rdi, yaxshi ko'rmaydigan odam yo'q deb o'ylayman qizlar go'shnanni. Sizlarning yo'ldoshinglar go'shnanni yaxshi ko'ramdi yoki o'zinglar yaxshi ko'ramsizlar? Bir ostiga yozib qo'yinglar. Mo'ngda shayli qizlar yaxshi ko'rdigan do'stlarimiz yaxshi ko'rma, yoki yo'lchim yaxshi ko'rdi deb xat yozib qo'yinglar. Go'shnanni shu ichini qo'rib etgandan keyin ananiki mayga salsak, odatda bizlik mayda qo'rmagan kunlarimiz dumlaymiz-ku. Mayda qo'rib etgan kunimiz dumlamasak bo'ladi ekan. Gud iliq gurush ham shunda bir xil payz chiqar ekanda. Ananiki ko'ngliga tegmaydi ekan. Go'shnalarim o'xshagandekmi? Qizlar bugun go'shni nimani deb oldim, men bir qiymini qilib qo'yib, qiynanam etgan go'shnan o'xshabdimi demdim ya. Yo'ldoshim amma go'shnani shunchaki yaxshi ko'rdi deb tapagandim, bugun go'shnan ulgurib kelmay qoldi u. Ish aldirashib qilib vaqtida kelmay qoldi. Ay, aplam muzlab qolgan go'shnani yeysizmi deb bo'pti, kelgan vaqtingiz isitib beraman deb aytdi dedim. Shunlar buni ikkiga bo'lib, yo'ldoshimga ayirib, ananiki cho'zg'a aytiribdi-man, shuni bilan cho'nglar bilan, ballar bilan o'tirib tamoqlarimizni yeb bir kun kechgacha bo'lgan jarayonlarimizni ancha-muncha olmon bo'lib so'zlashib degandek, bir vaqt tamoqimizni montib o'tirib yavagan bo'pti do'stlar. Bir kun kechgacha japaliq ishlab, charchab, yerib kelgan vaqtda uyda o'tirib ballar bilan, cho'nglar bilan bir vaqt tamoqni xotirjam bir yeyishning o'zi bir baxt deb o'ylayman do'stlar. Ballalarim men bu vaqtda jo'zda boshqa bir xil xo'shal o'tiribda, odatim biz shunda aldirash yurib, sirtlar yurib, bilan tamoqlarni yeyish fursatimiz bo'lmaganligi uchunmi, men ishqimish yaqindan yoqi uyga qarab vaqtimni ajratgandan yoqi ballalarim shunda xushib ketib bordi mendan. Appa bak yaxshi bo'ldi. Manitayli, anitayli deb qizim mendan bir xil qo'shilgan bo'lib qoldi do'stlar. Shu ballar ko'proq amra bo'lsak bo'ldi deb o'ylab qoldim. Undan so'ng bugun vlogim ishga daxillashdi. At ko'rishaylik, xayr xo'sh.